Amir avtosavdo kechki bozorida arzon narxda yaxshi Lacetti mashinasi sotuvga qo'yiladi. 2011-yil 499 ming kilometr masofani bosib o'tgan 3-pesi avtomat korobkasi bo'ldi. Oldiga yaxshi letlar to'qib qo'yilgan, kraska holatlari mashqirlar, lak o'chgan sepkamiz ishdi. Balon holatini ko'rsanglar bo'ladi, yangi balonlar to'qib qo'yilgan. Mashinaga pioner magnitofon, Gears kolonka pechalkalari bilan komplekt to'qib qo'yishdi. Evakor gaz uстановка bo'lgan, zavodskiy chexollar ham zo'r turibdi. Texnik holatda hech qanaqa muammolar yo'q, audio sistemalari ham libo odamga yoqadi. Xo'p, video registrator Magigar pultda uстановка qilingan, mashina olib maza qilib minishga tayyor. Xo'p, egalari Lacetti'ga tiqilishga bo'lgan hamma pulni tiqib, ponni shumkalargacha qilib qo'yibdilar. Olib maza qilib minadigan odamga hech qanday rasxod qolmabdi. Olib maza qilib haydashilar uchun bu mashinaning narxini biz $5750 baholadik. Kimga qiziq bo'lsa egalar nomerlarini qoldiramiz, telefon qilib baraka qilib olsanglar bo'ladi. Amir avtosavdodan uzoqlashmaydi. Amir avtosavdo kechki bozorida arzon narxda yaxshi Lacetti mashinasi sotuvga qo'yiladi. 2011-yil 499 ming kilometr masofani bosib o'tgan 3-pesi avtomat korobkasi bo'ldi. Oldiga yaxshi letlar to'qib qo'yilgan, kraska holatlari mashqirlar, lak o'chgan sepkamiz ishdi. Balon holatini ko'rsanglar bo'ladi, yangi balonlar to'qib qo'yilgan. Mashinaga pioner magnitofon, Gears kolonka pechalkalari bilan komplekt to'qib qo'yishdi. Evakor gaz uстановка bo'lgan, zavodskiy chexollar ham zo'r turibdi. Texnik holatda hech qanaqa muammolar yo'q, audio sistemalari ham libo odamga yoqadi. Xo'p, video registrator Magigar pultda uстановка qilingan, mashina olib maza qilib minishga tayyor. Xo'p, egalari Lacetti'ga tiqilishga bo'lgan hamma pulni tiqib, ponni shumkalargacha qilib qo'yibdilar. Olib maza qilib minadigan odamga hech qanday rasxod qolmabdi. Olib maza qilib haydashilar uchun bu mashinaning narxini biz $5750 baholadik. Kimga qiziq bo'lsa egalar nomerlarini qoldiramiz, telefon qilib baraka qilib olsanglar bo'ladi. Amir avtosavdodan uzoqlashmaydi.